Mamlakatimizda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortib, eksport ko'lami kengaymoqda. Ana shunday korxonalardan biri Egida Simax. Ilgari yurtimizga xorijdan import qilingan turli zichlikdagi paralon mahsulotlari, ortopedik matras va yostiqlar, shovqin yutuvchi olovga chidamli materiallar endi o'zimizda tayyorlanmoqda. Korxonaning barqaror rivojlanishida moliyaviy hamkorlik muhim o'rin tutadi. Xususan, Turon bank tomonidan ajratilgan moliyaviy ko'mak ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ahamiyatlisi, bank va tadbirkor o'rtasidagi hamkorlik faqat moliyalashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Bugungi kunda Turon bank tomonidan tadbirkorlar bilan muammo va yechim tamoyili asosida ishlashga alohida e'tibor qaratilib, korxona faoliyatida yuzaga kelayotgan masalalarni ularga amaliy yechim topish hamda biznesni yanada rivojlantirish bo'yicha doimiy ko'mak ko'rsatib kelinmoqda. Egida Simax bilan bankimiz o'rtasida 2017-yildan beri hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, moliyaviy ko'mak natijasida zamonaviy texnologiyalar hamda yangi uskunalar joriy qilinib, eksport salohiyatini ham oshirib borilmoqda. Kelajakda yurtimiz iqtisodiyotiga foyda keltiradigan zamonaviy loyihalarni kengaytirish rejalashtirilgan. Korxonaning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ham yildan yilga o'sib bormoqda. Agar 2021-yilda bu yerda 2600 tonna mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 4600 tonnaga, 18 turdagi paralon mahsulotlar 25 taga yetdi. Bu esa ishlab chiqarish hajmi qariyb 77% ga, mahsulot qiymati esa 2 barobardan ortiq oshganini anglatadi. Mana shu chiqarilayotgan elastik paralonni buyurtmaga asosan xuddi shu zichlikda chiqarib beramiz. Xom ashyoni olib kelishdan oldin sifat sertifikatlari o'rganiladi. Kerak bo'lsa o'sha ishlab chiqarilayotgan korxonaga borib, o'rganib turib, keyin bu yoqqa mana shu korxonaga olib kelamiz shu xom ashyolarni. Yildan yilga talab oshgani sababli korxonamizni ishlab chiqarish quvvatini ko'paytirish maqsadida Xitoy Respublikasidan 4 ta katta ishlab chiqarish uskunasini sotib oldik. Bu uskunalar hozirgi ishlatilayotgan uskunaga qaraganda 2 barobar quvvati ko'proq. Import o'rnini bosish yo'nalishidagi natijalar ham e'tiborga molik. Xususan, avtomobilsozlik yo'nalishi bo'yicha 2023-yilda 14620 kvadrat metr mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 531 kvadrat metrga yetdi. Joriy yilning birinchi yarim yilligida ham ijobiy dinamika saqlanib qolmoqda. Hisobot davrida 387 ming kvadrat metr mahsulot ishlab chiqarilib, 40 milliard 600 million so'mlik mahsulot realizatsiya qilindi. Наша компания сотрудничает. Kompaniyamiz 4 yildan buyon GM Uzbekistan va uning tarkibidagi korxonalar bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Ushbu yo'nalishda ilgari import qilingan mahsulotlarni mahalliylashtirishga erishdik. Hozirda liniyada Onyx, Tracker, Cobalt Midnight hamda Labo avtomobillari uchun mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. 45 metr uzunlikdagi 3 qavatli zamonaviy liniya oyiga 450 ming kvadrat metrgacha mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lib, GM korxonalarining ehtiyojlarini to'liq qondirish hamda 2 zavodni mahsulot bilan ta'minlash imkonini beradi. Avvallari ushbu mahsulotlar Braziliyadan import qilingan bo'lsa, so'nggi 2 yil ichida biz ularni to'liq mahalliylashtirib, avtomobil sanoati korxonalarini mahalliy mahsulot bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Korxonamizga berilgan General Motors sertifikati so'nggi 3 yil davomida MDH hududidagi yagona sertifikat bo'lib, bu bizning mahsulotlarimiz xalqaro talablarga javob berishni tasdiqlaydi. Korxona mahsulotlari bugungi kunda xorijiy bozorlarda ham o'z xaridorlarini topmoqda. Agar 2021-yilda 237 ming tonna mahsulot eksport qilingan bo'lsa, 2025-yilga kelib eksport hajmi 298 tonnaga yetdi. Joriy yilning birinchi yarim yilligida eksport qilingan mahsulotlar evaziga 1 million 200 ming AQSh dollari miqdorida valyuta tushumi ta'minlandi. BYD O'zbekiston kompaniyasi bilan muzokaralar olib borilmoqda. Bundan tashqari, Kia Sonet avtomobillari o'rindiqlari uchun ishlatiladigan sun'iy charm mahsulotlarini ham mahalliylashtirish ko'zda tutilgan. Korxonada inson kapitaliga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlari yaratilgan. Bu korxonaning ekologiyaga foydali tomonlariga alohida urg'u berish kerak. Misol uchun, bu yerda chiqindi umuman chiqmaydi. Hattoki boshqa mebel ishlab chiqaruvchi korxonalardan ham mana shunday chiqindilar sotib olinadi va ular qayta ishlanadi. Qayta ishlangandan so'ng esa mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu ko'rinishdagi paralonlarni mebel ishlab chiqaruvchilar juda yaxshi biladi va ular orasida bu mramorka deb nomlanadi. Bu esa korxonada yashil iqtisodiyot tamoyillari amalda qo'llanilayotganining yaqqol namunasidir. Egida Simax bugun import o'rnini bosuvchi va eksport bob mahsulotlar ishlab chiqarish orqali yangi O'zbekiston sanoati rivojiga munosib hissa qo'shayotgan zamonaviy korxonalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.